Qarangki, O'zbekistonlik bo'lgan Umid Isabayevning ham metroda tushirilgan surati tez fursatda mashhur bo'lib ketdi. Sababi bu qahramonimiz Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga bir tomchi suvdek o'xshaydi. Это Владимир Зеленский, а это тот, кого совсем недавно... Покажите нам его, наконец. Вот. Многие москвичи заметили среди пассажиров метро и тут же потянулись за своими телефонами, чтобы сделать фото, которое мгновенно стало хитом интернета. Asli namanganlik bo'lgan Umid Isabayev ushbu surat ortidan anchagina mashhurlikka erishdi. Natijada Rossiya telekanalining ko'plab tok-shoulari uni o'z studiyalariga taklif qila boshlashdi. Hozir biz o'sha Ukraina prezidentining qiyofadoshi Umid Isabayevning uylariga tashrif buyurdik. Tasavvur qiling, hozir eshikni taqillatganimizdan so'ng Ukraina prezidenti eshikni ochadi. Ming afsuski, qahramonimiz Vladimir Zelenskiy haqida suratga olinayotgan hujjatli filmning tasvirga olish jarayonida ishtirok etish uchun Ukraina davlatiga jo'nab ketgan ekanlar. Shu bois suhbatimizda ularni ota-onalari bilan davom ettirdik. Yoshlik davrida oldimda yurardi. Qiziqardi. Men mosha tuzatardim. Qiziqib yanimda yurardi. Vaqtlar o'tdi. Hamma qatori Rossiyaga borib ishlayman dedi. Rossiyada ustachilik qilgan, Rossiyaga ketdi. Rossiyada 10 yildan beri shu ishladi. Moskvada. Kunlardan bir kuni mana ishxonasiga qannarkan, metroda qannarkan. Metroda qannab ketayotganda shu endi shu o'zi shu prezidentga o'xshashini bilmagandi, o'sha Zelenskiyga o'xshaganini uni bilgan haligi boyagi jurnalist. Keyin shu Dmitriy Kovalenko buni internetga chiqazib yuborgan. Keyin o'zi ham bilmagan, ishxonasida ish qilayotganda birdaniga nimalar keladi. Jurnalistlar kirib keladi. Kelib, "Ina mashi yigit" deydi. Uni boshlig'i ham hayron qoldi, nimaga kelyapti bular. Shu Zelenskiy o'xshagan yigit. Televizorda ko'rsatilganda, televideniyada ko'rsatilganda o'zi ham bilmagan ekan-da, ya'ni internetga tarqatilganda o'zi ham bilmagan buni. Keyin endi oshna og'aynalardan "San nimada chiqib ketibsan, internetda u bo'pti, bu bo'pti" degan. Yuribsan ekan deganda bilmagan o'zi. Ashuna bizga ham o'shandek o'shalardan endi xabar kelgan internet. Yuz ko'rinish bilan mashhurlikka erishgan hamyurtimiz bilan video qo'ng'iroq orqali bo'lsa ham bog'lanishga harakat qildik va bunga erishdik ham. Shunday qilib boshlanib ketdi. Shu endi nima deydi? Bu ham bir taqdirni bir o'zgarishi ekan. Nima ham deymiz? Allohga ming qatla shukr. Endi peshonada bor ekan shu aktyorlik qilish ham, aktyorlik ijodini davom ettirish. Shunday qilib Ukraina o'lkasidamiz hozir. Shu fursatdan foydalanib Zo'r TV studiyasi va bu kun dasturi ijodkorlariga kattadan katta salomlar yo'llaymiz. Ishlariga omad tilaymiz. Bu kun Jamshidbek Ahmadaliyev, Bekmirza Rashidov, Namangan.